Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi yurishimiz Sirdaryo viloyati Oqoltin tumaniga bo'ldi. Apparatlarimiz mana shunday MiG 250 tali bilan MiG 250 kemping 5 kiloligi va 15 kilo ketadigan ham 220 ham 380 voltga ishlaydigan apparatimiz. Mana Ma'ruf akamni buyurtmalari bilan xudo xolasa dastavka xizmati bilan olib berdik. Ma'ruf aka, nima deyalasiz apparatimiz to'g'risida? Jasik mana obunachilarimizga. Yaxshi apparat. Olsin bo'ladi. Sifatlari qanday? Mana maslahatlashibsiz. Sifatlari zo'r. Ko'pgina ustalar bilan maslahatlashgan holda shu apparatni olishga qaror qilishibdi. Narx-navolarni Ramazon oyiga chegirma asosida bonuslari bilan, hamma bonuslari bilan birga qilib berdik. 5 kilolik va 1 kilolik katokli simlaridan qo'shib berdik. Sizga ma'qul keldimi aka? Barakasini bersin, yaxshi kunlarda ishlating. Hammalaringga mana shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar.